Azaplanmay desiniz, ko'nglingizni keng tuting. Abduri Muhammad Yusuf. İnsanlarning turli qo'zg'atquchilarga taqobil turish darajasi o'xshash bo'lmaydi. Ba'zilari oddiy ishlar uchun nadonlik qilib qo'ydi. Ba'zilar bo'lsa o'zining o'tkir tafakkuri va isil axloqi bilan o'zini tutilishni biladi va turli qiyinchiliklar ustidan g'alaba qiladi. Gerçi kişilərinin ittiklik, eğir bisiqlik, aldıraqsallık, səvircanlıq, səzgürlük, divanlıq qatarlıq alaylıqlarının yuqur tüvən buluşu, ularning əsli xarakterinin qandaq buluşuğa zor dərəcədə bağlıq bolsunmu, adamның özüge bolğan işəncəsinin başqalarına mulayim buluş və ularning xatalıqlarını əfu qilish bilan muayyan münasibəti var. Pişib yetilgan adam kamalatga yetgan siri ko'ngli ko'ksi keng bo'ladi, əfuchan bo'ladi. Kişilərinin özürsünü qabul qılıdı. Xatalıqlarını keçirdi. Təntakdən biri onun azar bərgil dursa, o xuddi yolda oynayatqan səbi ballarının özüge taş atqınıға qaragan peylasıb oxşaş, igiz çoqqudun pəski baqıdı. Açıqның keyni kirген çağda ғazəb bəzlərini saranlıq dərəcəsi elib barıdı. Hətta özlərini qan tökməgiçə aqlanmaydıgan dərəcədə haqarətə uçurğanlığını his qılıdı. Әмма o, əxlaqi pəzilətlərinin qorğanları içi göşürünğən bolsa, bunçilik halğa petib qalmaydı. Peyğəmbər əleyhissalam bir sahabini agahlandırıb onunğa "Açıqlanma" degan sözünü 3 qatim təkrarlagan. O yana mundaq degan: Bilinglar ki, g'azab odam balasining qalbida yongan cho'g'dir. G'azablangənlərinin ko'zlarining qizirib ketganligini, güran tomirlarining ko'pishib ketganligini ko'rmadinglarmi? Peyğəmbər əleyhissalam ғazabni yengishning çarasını ügütüb. Mən bir sözünü biləmən. Əgər o kişi aşı sözünü etsə açıqı bislat o bolsumu, "Əuzubillahi mineşşeytanirracim" degan sözdür, degan. Bir günü Peyğəmbər əleyhissalam sahabelərdən: "Sizlər qandaq adamni küçlük deysizlər?" deb sorğanda sahabeləri: "Heç kim yıqıtalmaydigan adamni küçlük deymiz" deydi. Bu vaqtda Peyğəmbər əleyhissalam ularga: G'azablangan vaqtda o'zini tutolgan odam haqiqiy kuchlik odamdir, deydi. Hammaga ma'lumki, inson o'zini qancha tutib olgan siri, g'azabni qancha bisib olgan siri, eg'iziga qancha ega bo'lgan siri, kishilarning sabarligini qancha afu qilgan siri, uning kishilar va Alloh nazaridagi hurmati yuqori bo'ladi. Allah Taala Qur'on Karimda ochiqni bisib olg'uvchilarni va kishilarni sabarlikdan afu qilg'uvchilarni maqtagan. Yani təqvadarlar bayashatchilikdimi, qısınchilikdimi Allah yolida pul mal sarf qildiganlar, ochiqni basalaydigan, kishilarni kechiralaydigan kishilardir. Allah yaxshilik qilguvchilarni do'st tutadi. Ba'zi ishlarni unutib ketishmi ne'matdir, ammo ochiqni, g'azabni va o'shishni unutib ketish eng katta ne'matdir. Çünki insan bu arqılıq özünü və başqalarını asırğan buldu. Şuningdek ko'ngil ko'ksini keng tutish, odatdagi ishlarga chechilib yurmaslik, mumkin qadar o'zini xo'shal tutishga, ochiqlanishdan yiroq turishga tirishish hikmatlik ishdir. Bir ustozning nihoyatda ochiq yomon, hamma ishdan va hamma kishidan dardlib yuradigan bir shogirdi bor ekan. Bir gün ustoz hilqi shogirdni chaqirib, uni bir siqim tuz ilib kelishga buyuribdi. Shagird tuzni ilib kelgandan keyin uningga tuzni bir stakan suv silib yaxshi aralashtirishga buyuribdi. Shagird aralashtirib bo'lgandan keyin uni ichishga buyuribdi. Shagird ustozning buyrug'ini yera olmaganlikdan o'zini zo'rlab hiliqi tuzliq suvni ichibdi. Shagird suvni ichib bo'lgandan keyin ustoz shogirddan suvning ta'mini so'rabdi. Shagird: "Bakmi ochiq ekan" degan gapni aran deyalibdi. Andin ustoz uningga: "Tayyor bo'lg'in, ko'l bo'yiga boramiz. Bir siqim tuz ilib olg'in" debdi. Ikkisi ko'l bo'yiga yetib borgandan keyin ustoz shogirdga qarab: "O'g'lim, qo'lingdagi tuzni ko'lga atqin, andin ko'lning suyidan ichgin" debdi. Shogirdi ko'lning suyini ichgandan keyin ustoz so'rabdi: "Ta'mi qandoq ekan?" Shogird: "Ta'mi tattiq ekan ustoz" debdi. Andin ustoz shogirdga yuzlanib: "O'g'lim, sening ko'ngling stakandek emas, ko'ldek va daryodek keng bo'lsin. Shu chaqda sen hayotning go'zal ta'mini tetiy olaysan" debdi. Hayotingizning ta'mini belgilash sizning qo'lingizda bo'lib, siz uni ko'l suyidek tatbiq qilishga yoki stakandagi tuzliq suv o'xshash ochiq qilishga, musibatlarni fursatlarga o'zgartishga
Әлбәттә, qadirsiz.